Salom do'stlar. Bugun yangigina, silliqqina videomizga xush kelibsiz. Bugungi videoda cho'ti yomg'ir yog'yapti. Havo juda ana bunday, nima deydi endi. Shunaqa bo'lyapti. Ye, gelikmi? Qo'shnim gelik yapti. Ha, mayli, keyin so'rab shu nima deydi endi. Bugun qishloqda video olyapman. Qaysi biri meniki edi? Ha, Jitel meniki qaysi biri edi? Mana yonida turibsan-ku. Qaysi biri endi? Men bumi? Ha, shu. Ha, unda yig'ishtirib olay. Qo'limiz bilan olaveramiz do'stlar. Bizga farqi yo'q. Ozgina chiqdi-ku. Yarmini sen olmadingmi, Jitel? Men olgandim. Unda men ham senkidan olaman. Ber. Hammasini olaman men senkidan. Qaytarib ber. Sen ham menikidan olding-ku. Hazillashdim. Men ham hazillashdim. Hozir do'stlar mana qaytarib qo'yaylik. Bo'lmasa yig'laydi bu. Men yig'lamayman. Qiz bolasini yig'layapsan-ku. Yo'q, men hazillashdim. Hamma narsa hazillashaveradi. Ha, sotuvchi, nima qilib yuribsan? Dunyoni aylanib nimalar topding? To'xta, ko'rsatib ket. Ko'rsatmayman senga. Unda men ham sotib olmayman. Ha, mayli, ko'ra qolay. Rahmat senga ko'rsatganing uchun. Bir suvga hali izmurud berasanmi, hayvon? Bitta dona suvga izmurud beradi. Do'stlar, bundan kutmagandim. Jitel, ana bu qo'shni gelik optimi? Ha, opti. Bilmaysanmi qayerdan olganim? Yo'q, bilmayman. Menimcha kreditga olganim. Pulim yo'q deb yuradi-ku, qanday kreditga oladi? Bilmadim, mendan so'ragandirdi. Ha. 28 ta izmurudim bor. Yonimda yuraversin, kerak bo'lib qolar. Mana bularni qo'yib ketay. Qaychi. Ozgina non yo'q. Ikkita non bo'ladi. Bitta go'sht, xo'p, bitta non bo'ladi. Nonni yeb olay. Ochqab ketdim. To'ydim, bo'ldi. Go'sht yesam to'yib qolaman. Merni oldiga borish kerak. Salom, mer. Salom, Yakobek, nima qilyapsan? Yuribman-da, mana oldingizda turibman, ko'rmaysizmi? Ko'rib turibman, shuning uchun aytdim. Ha, mayli. Aytgancha, ana bu mening qo'shnim bor-ku, Jitel. Ha, shu mashina olibdimi? Qanaqa mashina olibdi? Gelik olibdi, gelik. Yo, gelikmi? Ha, gelik. Shaharga borib kelaylik. Ha, zo'r qilasizda, mer. Ha, zo'r qilaman. Ozgina nima edi? Ana bu pulni berib turing. Xo'p, berib turaman. Pul bo'lsa, pulda muammo yo'q. Ha, mayli. Ana nechta izmurud olay? 32 ta, yo birda 64 ta olaver. Keyin qaytarasan, qaytarmasang qara lekin. Xo'p, qaytaraman. Qaysi birda pul bor? Hammasida. Mana buda 2 ta. Mana buda ham 2 ta. Hammasida 2 ta. Mana buni qo'shib ko'ramiz.
Endi 4 ta kerak menga. Mana bo'ldi. Rahmat. Rahmatni so'rab oladi. Aytmoqchi edim o'zi rahmat. Xo'p, jahlimni chiqarma lekin. Hop, mayli. Endi bu pulga gelikni qo'shnidan sotib olaman. Qo'shnim uydami ekan? Ha, mana yurtku o'zi. Qo'shni qalaysan? Yaxshi. Nima qilyapsan? Xursandsan-u? Gelik oldim, ko'rmadingmi? Boya tongda ko'rgandim, yomg'ir yog'ayotgan payt. U paytda sen ko'chadamiding? Ha, sen qayerda eding? Shiytenlarning uyida. Ana bu yerdami? Ha. Gelikni necha pulga olding? 32 ta izmurud. Nima? Qanday qilib olding? Gelikni o'zi shu 400 ta izmurud turadi-ku. Men uni yutib oldim lotereyadan. Yana qanaqa sotuvchi keldi qishlog'imizga? Ana bu yerda bir sotuvchi turibdi, qishlog'imizni boshini. Ha, xo'p, rahmat, Jitel. Xo'p, mayli. Do'stlar, sotuvchi keldi, men ham mashina yutib olmasam bo'lmaydi. Yo, ana bu yerda gelik turibdimi yana? Bitta gelik, bitta. Ana bu nima endi? Ana bu qanaqa mashina? Nima bu? Ye, BMW M5. Ye, menda ozgina qochyapti. Salom sotuvchi. Salom, sen kimsan? Men Yakobekman. Ha, Yakobek, salom. Sen ham lotereyada qatnashmoqchimisan? Ha, qatnashmoqchiman. Nechta izmurud? 32 ta. O, bu yerga solamanmi? Ha. Qoch, yo'qol. Mana Soldim deb aytardim o'zim. Endi xohlagan bittasini ochaymi? Ha. Unda 1 2 3 4 5 6 7 8. Hech narsa chiqmadi-ku. Bu nima degani? Unda sen hech narsa yutib olmading. Yana 32 ta izmurud solsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bitta sandiq uchun 32 ta izmurud. 64 ta izmurud ketdi. 1 2 3 4 5. Ye! BMW chiqdi-ku. Yo, BMW yutib oldingmi? Ha, rahmat, aka. Bu mana yiroqqa. Qishloqda sekin haydash kerak, sababi qishloqda shitellarni urib yuborishi mumkin. Ye. Suvga tushib ketdimi? Agar o'tdan bosib o'taveraman, endi nima qilamiz? Bu yerda mening gastim bor. Men gaz baqiyapman. Mana bu yerda garajim ham bor. Bu mashinani kimgadir berib yuborsammi, do'stlar? Baribir buzilib yotibdi. BMWni to'kib olmadimmi? Yo'q. Buni kimga bersam ekan? Merga beraymikan? Mer lekin mening mashinamni haydarmikan? Hozir mana bu yerlar, men nosozligini topdim. Kulchim qayerda edi? Kulchim. Mana. Qaysi biri tushar ekan? Mana bunisi tusharmikan? Yo, bu tushmadi.
Buni olib turamiz. Endi mana bunisini ko'ramiz. Ha, mana bu tushdi. Endi haydab ko'ramiz. Mana bu kapotini yopay. Haydaldi. Endi buni merga olib borib beraman. Menga izmurut bergani uchun men buni ochib qo'yayda, bo'lmasa jitellar haydab ketishaveradi. To'g'rimi, jitel? Biz qachon haydadik? Mana bu mashinani sen-ku buzgan? Yana qachon haydadikmish?